Ko'rpadoshlar mana sho'rikjo'ram kelgan pagardan. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Yaxshimisizlar? Dilmurod jo'ramni ko'rish bugun taqdir degan ekan. Mana yetib qaytib keldi. Shaharni Mo'lniyaga qaytib keladi. Og'am, marhamat. Mana Kelinglar mana shashlikka mana go'shtlik nonlar. Mana. o'zimizda g'ijduvon taomlari, shashliklari yetib keldi. Yana shu yerlarga xursandman. Hammaga salom. Yaxshimisizlar sinfdoshlar? Kelinglar. Sho'rikjo'ram ketibdi uyiga, O'zbekistonimizga, ona yurtimizga. Nasibingizni kutib olasizlar. Nasib. Ertaga ertalab uchrab